Bu rastarovshani yog'i. Ramazon oyida nimaga iste'mol qilishi 5 ta sababini sanab beraman. Birinchidan, rastarovsha yog'in tarkibida silimarin bo'lgani uchun jigar hujayralarini qayta tiklab, ularning holatini yaxshilaydi. Ikkinchidan, Ramazon oyida yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilinganligi uchun ular yog'larni eritishga yordam beradi. Uchinchidan, bu qondagi qand miqdori regulirovka, ya'ni muvozanlashtirib beradi. Chunki Ramazonda qondagi qand miqdori o'ynaydi. Keyin to'rtinchisi antioksidant effekt deyiladi. Bu Ramazon albatta hammaga yengillanish bo'lgani uchun organizmda svobodniy radikal, erkin radikallarni ko'payishiga olib keladi. Va beshinchisi organizmni yumshoq tozalaydi, detoks qilib beradi. Albatta buni ertalab bir osh qoshiqni olib turib, bir piyolaga solib, unga bir choy qoshiq limonini so'kini solasiz, aralashtirib nahorga ichsangiz bo'ldi. Bir oy juda ham zo'r natijalarga albatta erishasiz. Layf bo'lsangiz tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, bor uchun rahmat.